Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatuvchilari va mehmonlari. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi roligimizda mana bunday chiroyli fasondagi ko'ylakni bichilishini, tikilishini birgalikda o'rganamiz. Ko'ylakni yaxshilab kuzatib, fasonini eslab qoling. Demak, bichilishini avval andazada ko'rsatishga harakat qilaman. Qog'ozimizni yuqori qismidan 12 santimetrlik masofa tashlaymiz. To'g'ri chiziq tortib olamiz va mana bu yon tarafidan ham ozgina masofa, ya'ni 7 santimetr masofa tashlab oldim. Bu koketkamizni bir-biriga o'tkazilish hisobi. Bunga nisbatan kamroq o'tkazmoqchi bo'lsangiz, demak kamroq masofa tashlashingiz kerak. Yelka kengligimizni ikkiga bo'lib, ozgina chok haq bilan 20 santimetrga belgi qo'ydim. Bo'yin o'yindini kengligini 9, yelkamizni qiyaligini 3 santimetr qilib chizib oldim. Bo'yin o'yindini ochiqligini kim qancha uzunlikda xohlasa o'shancha qilishi mumkin. Odatda qancha kiysangiz, masalan, 17 santimetr. Yelkadan ko'krak uzunligini 23 belgilab oldim. Va mana bu joydan ham 7 santimetrlik chiziq bilan chizig'imni davom ettirib oldim belgi bilan. Ko'krak aylanamizni 4 ga bo'lamiz va 1 santimetr chok haqi bilan belgi qo'yamiz. Proymamizning chuqurligini yelka kengligimizni 2 ga bo'lib 2 santimetr masofa qo'shib topamiz. Chizib oldim 21. Endi mana shu joydan 11 santimetr o'lchab oldim. Mana bu ko'krak uzunligimiz. Shundan yuqoriga 4 santimetr ko'tarilib oldim. Koketkani uzunligini chiqarish uchun. Agar siz uzunroq koketka kiyishni xohlasangiz, ko'krak uchigacha ham qilishingiz mumkin bu uzunlikni. Kim qanday uzunlikda koketka kiyishni xohlasa, o'shancha o'lchashi mumkin. Bo'yin o'yindini chizig'i bilan yuqoriga chizig'imni davom ettirib oldim va mana bu joydagi o'zidan chiqarilgan stoykamni enini 3 santimetr qilib belgiladim. E'tibor bilan kuzatib turing, o'zidan chiqarilgan stoyka hosil qilyapmiz koketkamizga. Mana shu 3 santimetrlik chiziqni to koketkamizni uchigacha davom ettirib chizib oldim. Mana bu joyini ozgina yarimoy shaklga keltirib olamiz, tikishda qiynalmaslik uchun. Kesib oldim va mana bu joydagi chiziqni ham davom ettirib qo'ydim. Etakka kengaytirish bermadim, chunki ahamiyatsiz. Yoqamizga qarang, mana bunday bo'lib buklanib orqa tomondagi koketkamizga o'tadi. Shu yoqamizni ozgina modellashtirib olamiz qizlar. Mana 3 ta joydan kesib oldim va bir-biriga mana bunday yarim santimetrdan o'tkazib, skoch bilan kliylab oldim. Ya'ni stoykamizni ozgina yarimoy shaklga keltirib olishimiz kerak. Endi andazamizdan koketkamizni ajratib kesib olishimiz mumkin. Koketkamizni bichishda mana shu andazamizdan foydalanamiz. Qog'ozimni ustiga mana qarang, to'g'ri tortib olgan chizig'imga tekislab koketkamni o'rnashtirib oldim. Yelka chiziqlarimni chizdim. Mana bu joyni ham teng qilib bostirib oldim. Bu tomonni ham bostirib oldim sizga tushunarliroq bo'lishi uchun. Endi diqqat bilan kuzatib turing. Mana bu joydan 9 santimetr bo'yin o'yindimizning kengligini belgilab qo'ydim. O'yindini chuqurligini topish uchun mana bunday qilib yoqingizni qo'yib belgilab olishingiz mumkin. Taxminan 1-1,5 santimetrga to'g'ri keladi. Endi qog'ozimizning yuqori qismidan mana bu burchakgacha necha santimetr bo'lgan bo'lsa, ikkinchi tomondan ham o'shancha santimetrni o'lchab, to'g'ri chiziq bilan koketkamizni pastki qismini belgilab olamiz va chiziqlarimiz bo'ylab kesib chiqamiz. Mana koketkamiz tayyor bo'ldi. Endi mana bu oldi tarafdagi andazamizni 7 santimetr tashlangan joyini kesib olib tashladim. Keling endi andazamizdan foydalanib materialimizni bichishni ko'rib chiqamiz. Andazani yuqoriga qo'yib umumiy uzunlikni belgilab olamiz. Buklovimning kengligi 48-50 razmer uchun 40 santimetr kenglikda buklab oldim. Endi bizga koketkamizni pastki qismi kerak bo'ladi. Andazamizni mana shu holatda qo'yib, proymasini chizib olamiz va mana bu yarimoy shakl bo'ylab ham chizib olamiz. Shu yarimoy shaklimizni tugagan joydan mana bunday qilib chizig'imizni davom ettirib chizib qo'yamiz. Chizgan chiziqlarimiz bo'ylab kesib chiqamiz.
Etek qismimizni o'rtasiga belgi qo'yib qo'ydik. Tikkanda koketkamizga rovna to'g'ri kelishi uchun. Navbatdagi ishimiz ko'ylagimizni orqa tarafini etek qismini bichib olishga. Menda bu materialdan kusok bo'lak qismlar qolgan. 40 santimetr qilib buklab oldim. Umumiy uzunlikni yuqoriga koketkani qo'yib belgilab oldim va mana bu tarafda yetmay qolgan 25 santimetrlik masofani materialimni boshqa joyidan kesib bichib olaman. Chunki materialim siyali butun emas. Koketkamiz uchun qora materialdan foydalandim. Qora однотонный materialga koketkamizni bostirib chizib chiqaman. Hech qayerga hech qanday chok haqi bermadim qizlar, chunki andazani tayyorlayotganda chok haqlari berib qo'shib hisoblangan. Chiziqlarim bo'ylab kesib olaman. Menga xuddi mana shunday koketkadan 2 dona kerak. Yana bir dona bostirib kesib oldim. Har ikkala koketkalarimni orqa tarafiga dublerin yopishtirib oldim va koketkalarimni astarlik qismi uchun yuqorida foydalangan naqshli materialimdan foydalandim. Mana bu bir-biriga o'tkazilgandan keyingi ko'rinishi. Qizlar, endi diqqat bilan kuzatib turing. Mana bu stoyka yoqalarimizni bir-biriga qo'shib tikib oldim. Ham astar, ham ustki qismlarimizda. Tikib bo'lganimizdan keyin mana bu masofa 18 ga tayyor bo'lishi kerak. Ya'ni orqa bo'yin o'yindimizning kengligi 9 santimetr edi. Demak, tikilgandan keyin tayyor holati 18. Yoqamizni oldi tarafdan 1,5 santimetr kesib oldim. Chunki mana shu joyga parcha qo'yib, yoqamizni yana 3 santimetrga hosil qilib olamiz. Materialimdan 2 ga qatlab, dazmollab, tayyor qilib kesib oldim. Mana shu kesilgan lentichkamni faqat mana bu qora materialdan bichgan tarafimizga, koketkamizga skladka qilib tikib chiqamiz. E'tibor bering, skladka qilib dedim. Zborka bilan emas. Zborkada yoqangiz yoyilib ketishi mumkin. Skladkada o'zini formasini yaxshi ushlab turadi. Shu sababli skladkadan foydalanamiz. To koketkamizni oxirgi qismigacha skladka bilan materialimizni tikib oldik lentichkamizni. Endi skladkalarimizni o'sha o'zini yo'nalishi bo'ylab dazmollab olamiz va ustki tomonidan mana bu astarlik qismimizni qo'yib, tikishda qiyin bo'lmasligi uchun igolkalar bilan qotirib olamiz. Chunki astar qismimiz shtabil, yumshoq, formasini yo'qotib qo'yishi mumkin. Mana shu joyini tikib chiqamiz. Tikib bo'lganimizdan keyin choklarimizni akkuratni qilib ustidan dazmollab olamiz. Koketkamizni astar va ustki qismlarini har joydan pautinka kli yordamida mustahkamlab qo'yishimiz mumkin. Etek qismini va yoqalarimizni tikishda qiynalmasligi uchun. Qizlar, mana bu koketkamizni tayyor holati. Endi mana bu parchamizni chekkasiga bezak berishimiz kerak. Bezak uchun qo'limdagi lentichkadan foydalandim. Bu lentichka rosa materialimning naqshlariga mos, biroz yaltiraqroq, ya'ni zarlar bilan ishlangan. Chiroyli qilib, akkuratni qilib tikib chiqamiz. Avval bir chekkasidan, keyin ikkinchi chekkasidan tekislar chok bilan yurg'izib olamiz. Qizlar, shu bezakdan keyin koketkangizni ustingizga kiyib ko'ring. Oldini bir-biriga qancha kenglikda o'tkazsangiz yaxshi tursa, o'sha joyga belgi qo'yib, mana bu joyini qo'shib tikib oling. Tikib bo'lgandan keyin koketkamizni, ya'ni orqa koketkamizni bichishni boshlaymiz. Tayyor andazamiz bor. Qora va naqshinkor materiallarimizdan astar va ustki qism qilib bichib olamiz. Endi qarang, mana bu qora tarafidan qora materialimizni qo'yamiz, ya'ni qora orqa tarafimizni qo'yamiz. Orqa bo'lagimizni o'rtasiga belgi qo'yib oldim. Mana bu yoqamizni o'rtasidagi joy. Orqa koketkani o'rtasini yoqamizni o'rtasiga qo'yib, mana shu joydan boshlab tikib, yelkani uchigacha boramiz. Ikkinchi tarafini yana mana shu joydan to yelkagacha tikib olamiz. Mana bu tikilgandan keyin ko'rinishi. Astar qismimizni ham xuddi shunday. Astar tarafidan o'rtasini belgilab, yoqani o'rtasidan har ikkala tomonga qaratib tikib olamiz.
Tikkan joylarimizni akkuratni qilib dazmollaymiz va chekkalarni pautinka kley yordamida kleylab olamiz. Mana koketkamiz tayyor bo'ldi. Endi koketkamizni razmerlarini tekshirib ko'ramiz qizlar. Yelka kengligimiz chok haqlar bilan tayyor bo'lishi kerak. Notekis joylarni tekislab olishimiz mumkin. Mana shu joyda ozgina oshiqcha chiqdi menda. Kesib oldim. Orqa tarafimizda ham notekis joylarni kesib tekislab oldim. E'tibor bering, yelkadagi chokni 1 sm oldiga o'tkazib olganman. Meni yo'nalishimda shunday tikiladi qizlar. Etek qismimga zborka tortib tayyorlab olgan edim. Mana shu zborkali etek qismimni zborkalarni akkuratni hamma joyga teng, tekis bo'lib tushadigan qilib koketkamga birlashtirib tikib olaman. Endi zborka tortgan iplarimdan tozalab olaman va mana shu chokimni overlock qilaman. Orqa etek bo'lagimizni ham xuddi mana shunday qilib koketkamga birlashtirib tikib oldim. Bu jarayonni ko'rsatmadim. Tikib bo'lgandan keyin qizlar qo'l choki bilan mana shu chokni koketkaga qaratib, ya'ni koketka tomonga yotqizib, ko'rinmas chok bilan tikib chiqishingiz kerak. Mana shu qo'l chokida tikkan chokingiz koketkani ustki qismidan ko'rinib qolmasligi kerak. Ehtiyot bo'lib chiroyli qilib tekislab tikib olasiz. Bu nimaga yordam beradi? Bu koketkamizni formasini chiroyli turishiga va etagimizni zborkalari terilib tep-tekis bo'lib turishiga yordam beradi. Oldi tarafda ayniqsa bir-biriga o'tkazilgan joyi qalin, mana shu joy etek qismini juda ham xunuk ko'rsatib qo'yishi mumkin. Shu sababli oldi tarafni ham обязательно mana shunday qilib yuqoriga qaratib, qo'l choki bilan tikib oling. Orqa etek qismimda bir o'ymani o'ymagan edim. Oldiga moslab mana o'yib oldim. Ikkinchi tomoni ham xuddi shunday. Ana endi bemalol yenglarimizni qo'yib birlashtirib tikib olishimiz mumkin. Yenglarni tikib, yon choklarimizni tikib, etaklarimizni buklab oldim. Tayyor holatini sizga ko'rsataman. Mana bu yengimizni uchini rezinkali qildim. Mana bu bir-biriga o'tkazilgan joyimiz. Keling endi manekendagi holatini ham ko'rib chiqamiz. Mana qarang, qanaqa chiroyli chiqqan. Yopiqqina, ko'rinmaydigan, bo'yinlaringiz ko'rsatilmaydigan fason. Ayniqsa muslima qizlarimizga juda ham chiroyli turadi. Figurani umuman ko'rsatmaydi, bo'yningizni ochiq qoldirmaydi. Ro'molingizga bee'tibor bo'lgan paytingizda ham, esingizdan chiqib qolgan paytlarda ham bo'yinlaringiz ochilib ketmaydi. Rosa chiroyli fason. Buni boshqa rangdagi materiallarga foydalanib ko'rsangiz ham bo'ladi. Qizlar, shunday qilib bugungi videorolikimiz nihoyasiga yetdi. Har doimgidek sizga onlayn kurslarimni taklif qilaman. Ramazon oyi ichi bizda kurslarimizda katta aksiya ketyapti. Rolikni ostidagi Telegram gruppa va kanalimizga bog'lanib, aksiyalar haqida ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Men esa siz bilan xayrlashaman. Allohga omonat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.